Assalomu alaykum, xayrli kun barchaga. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, qanaqasizlar? Men psixolog Jamila Tahirna bo'laman. 6 yillik tajribaga ega. Bilasizmi, bugun sizga beradiganlarimni, bugun sizga ulashadiganlarimni juda ham kuchli, zo'r ilmlarimni olib kelganman. 10 mingdan oshiq ayol qizlarni kurslarimda o'qitgan bo'lsam, 100 mingdan oshiq ayol qizlarni bepul darslarim, webinar darslarimda ham juda ham ko'p yordam berganman. Hattoki webinarlarda ham juda kuchli o'zini hayotini o'zgartiradigan ilmlarni ola olgan. Undan tashqari kurslarimizda o'qigan va menga kelib yuradigan o'quvchilardan qanday natijalarga olib chiqqanman, qanday hayot tarzlarini qanday qilib o'zini baxtsizlikdan, ajrimdan, pulsizlikdan va chorasizlikdan, ilojsizlik hayotlarida juda ham kuchli yordam berganman va sababchi bo'lganman ularni hayotidagi juda ham katta natijalariga. Endi men 200 ming dollarlik hattoki qarzdorlikda bo'lgan insonlar ham yonimga kelgan. Mana shu bitta kichikgina kursimda o'qib ham juda ham katta natija olib, mana shu 200 mingdan chiqib qarzdorlikdan. Undan tashqari uy oldim deb xursandchiligini juda ham kuchli bo'lishib kelgan men yonimga va hattoki turmush o'rtog'i bilan ajrim yoqasida 1 yildan beri yashamayotgan ayollar ham kelgan, biz уже ajrashyapmiz, ertaga sudim bo'ladi, ajrim sudi deganda ham hattoki bir kungina ishlab ham mana shu ajrim yoqasidan qutulib, oilasini tiklab, oilasi bilan chiroyli yashab ketgan mijozlarimiz bor. Birinchi nuqtasi aynan sizga berilganidek ishonch nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, xuddiki mana bu ishonch aerodrom bo'ladigan bo'lsa, sizda kelib orzularingiz qo'nishi uchun, sizda maqsadlaringiz amalga oshishi uchun, lekin u sizda ongingiz deb oladigan bo'lsak, aerodromda u yerga joy kerak, bo'sh joy. Lekin bizni miyamizda to'la to'sadigan fikrlarimizda chalkashliklar, g'ashliklar, nafratlar, g'azablar, har xil fikrlarimiz, chalkashliklari u yerda borligi sabab uni birinchi o'rinda chiska qilib tozalab olamiz. Bu nimaga kerak? Sizni orzularingiz amalga oshirish uchun men sizga 3 kunlik bepul darsligimda juda kuchli ilm berishim uchun ham hozirgi ongingizdagi keraksiz narsalarni tozalaymiz va tozalash uchun juda ham kuchli 180 gradusda raketa tezligida ishlaydigan eng zo'r 6 varoq texnikasini beraman. Bu texnikani, bu praktikani nima uchun qilishingiz kerak o'zi? Nima uchun? Sababi pulga ochilish, rivojlanish, o'sish, ongingizni tozalash, maqsadlaringiz tez amalga oshishi, uy, mashinalar olishingiz, sog'lomsizlikdan qutulish, kasalliklardan, yomon fikrlardan, nafrat, g'azab, har xil sizni ichingizda to'lib yotgan, hayotingizga to'siq bo'lib turgan maqsadlaringiz tez amalga oshadigan holatga sizni tayyorlab olishimiz uchun ham bu praktikani qilishingiz kerak. Tongi 6 varoq praktikasi. Siz o'tirasiz, ruchka qog'ozni olasiz, ongingizga nima kelsa yozasiz. Masalan, bugun hozir kirishim kerak, qo'limni yuvishim kerak, kir yuvishim kerak, bolalarga qarashim kerak, bugun kechga banka yopishim kerak, ana ishni qilishim kerak, mana ishni qilishim kerak. Xullas kalom, miyangizga nima kelsa, agar u paytida sizga hech narsa kelmayotgan va qog'oz ruchkani ushlab turgan holatda bo'lsangiz, hech narsa kelmayapti deb yozing. Hech narsa qilgim kelmayapti, hech narsa yozgim kelmayapti, hatto shu ishni ham bajargim kelmayapti deydigan holatda siz bepul darslik boshlanguniga qadar necha kun vaqtingiz bo'lsa, shuncha kun har kuni 6 varoqdan qog'ozga to'ldirib yozasiz. Ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni barchasini sizni energiyangizni, sizni kuchingizni, sizni diqqatingizda, sizni butun ushlab turgan energiya hissiyotlarini hammasini qo'yib yuborish, buni yozasiz va bu hissiyot, bu vaziyatlarni barchasidan uzilgan holatda ichingizni butunlay batamom tozalaysiz. Qilishim kerak, ana bu bo'lish kerak, mana bu bo'lish kerak deydigan barcha fikrlardan uzilasiz
va buni chiqarganingizda sizni ichki qismlarda bo'shashni boshlaysiz, ya'ni joy bo'shaydi. Aynan mani 3 kunlik bepul darsligimda buni qanday to'ldirishni menga qo'yib berasiz. Nima uchun o'quvchilarim shu darajada kuchli natijalarga chiqishdi? Sababi birinchi etabi hozir sizga berayotgan praktikamni berib, uni mani yonimga kelguniga qadar ichini to'liq tozalab olganligim va tozalab olgandan keyin yangi hissiyotlarni, yangi dasturlarni, yangi hayotida ishlaydigan ssenariylarni berganimdan keyin juda ham kuchli natijalarga chiqishni boshladi. Endi qanday vaziyatda keldi? Aynan turmush o'rtog'im pul bermaydi, turmush o'rtog'im ishlamaydi, yaxshi daromad topmaydi. Men ko'proq harakat qilaman, men ko'proq o'ylayman, u e'tiborsiz, mehrsiz, pulsiz, xullas kalom, meni sog'ligim joyida emas, kasalliklarim bor deydigan nosog'lomsizlik holati bilan kelgan vaziyatlar ham bo'ldi. Buni esa eng birinchi shu o'quvchilarga berib shunaqa ko'p natija ko'rganligini guvohi bo'ldim. O'zimda esa judayam, masalan, men psixologga borganim bilan qanaqangidir dastur, qanaqangidir hayotimda o'zgarish vaziyatini bergani bilan men u ilmlarni baribir ishlata olmasdim. Sababi meni ichim to'la edi. Bu to'lalikni aynan sizga hozir ulashayotgan tongi 6 varoq texnikamiz bilan bo'shatganman. Ya'ni to'satdan что meni boqadigan, sevadigan, qaraydigan, e'zozlaydigan turmush o'rtog'im olamdan o'tib qolganligi, qiz farzandim kasal bo'lganligi, qaynonam aynan uydan chiqarib yuborib, uysiz, joysiz, chorasiz, pulsiz, ishsiz, umuman olganda imkoniyatsiz qolgan holatlarim. Xuddiki meni xayolimda bu vaziyatni to'g'rilashning imkoni yo'q, yoki bo'lgan taqdirda ham kimdir menga yordam berishi kerak, yoki bir mo'jiza sodir bo'lishi kerak, yoki kimdir bunga sababchi bo'lishi kerak deydigan holatlarni hammani boshqalarga osardim. Ya'ni ani o'qib berish kerak, mana bu o'qib berish kerak degan 3 kunlik ilmimni berib joylab va sizni dasturlaringizni o'zgartirishga yordam bera olaman. Lekin bugungi sizni ichingiz to'la negativlar bilan bu iloji yo'q. Sababi achigan ovqatni ustiga yangi ovqat solsang ham u ham achigan ovqatga aylanadi. Yoki kir suvni ustiga toza suv solganing bilan u yana kir suvga aylanadi. Yaxshisi uni to'kib yangitdan berilganiga yetmaydi. Xuddi sizni ham ichingizni toki bepul darsga qadar tozalashimiz va fikrlaringizni teranlashtirishimiz, bu orqali sizga yangi ilmlar juda kuchli ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ham meni o'zimni hayotimda aytishingiz mumkin, qanday sizga natija bera oldi bu ilm va qanday natija qildingiz. Va men bu narsani ichimni to'laqonli tozaladim. Butun hammadan uzildim. Hamma mana bu qilib berish kerak, mana bu qilib berish kerak deydigan holatlardan uzilib, mas'uliyatni zimmamga olib, shu darajada sizning yoningizda hozir ustoz darajasida turibman. Puldan ham, baxtlilikdan ham, omadlilikdan ham, hamma narsadan yuqorilashni boshlaganimning eng asl sababi, mohiyati birinchi o'rinda hozir sizga ulashayotgan, ya'ni poklanish tongi 6 varoq hisoblanadi. Bu bergan texnikamni meni hayotimda o'rni juda ham katta. Qolaversa, o'quvchilarimning hayotida ham hattoki bu juda ham katta. Misli burilmas hayotni va juda ham kuchli vaziyatlarni va imkoniyatlarni olib kelgan. Men sizga umuman olganda bu ongingizni 6 varoq bilan tozalagandan so'ng siz uchun 3 kunlik zo'r dars tashkillashtirib qo'yganman. Bu darsni ichida nimalar bo'ladi? Nimalar bo'lishidan oldin bir vaziyatni aytib ketay. Bilasizmi? Har bir inson bir narsani unutmasligi kerak. Bu dunyo sabablar ostiga qurilgan va har bir narsaga biz sababini qilishimiz kerak. Va sababini qilgandan keyin sizga sababchisi ham topiladi shu vaziyat. Siz orzu qilgan narsalaringiz, maqsad qilgan narsalaringiz kirib kelishi uchun va vaziyatlar ham kuchayishni boshlaydi. Shuning uchun sabablarni qilishdan boshlang. Mana shu 3 kunlikni qanday holatda bo'lmasin, siz niyat qiling, hech kim sizni bezovta qilmasin, hech kim sizni darsdan to'xtatmasin. Siz aynan mana shu
anavi ishim chiqdi, mana bu ishim chiqdi degandan ko'ra aynan mana shu to'siqni yorib chiqing. Mana shu komfortingizni diskomfortga, ya'ni sizga noqulaydir, siz qaysidir vaziyatlardan yorib chiqishingizga to'g'ri kelar, lekin sababini qilgan holatda darslikda bo'lsangiz juda ham kuchli sizni ilmlar kutyapti. Birinchi kuni nima beraman? Birinchi kuni ayollik. Aynan ayol qanday bo'lishi kerak, erkak qanday bo'lishi kerak. Siz aytishingiz mumkin, erkak qanday bo'lishini aytganingiz bilan erlarimiz baribir bir xil o'zgarmaydi, chunki shuncha yillar o'zgarmadi, endi ham o'zgarmaydi deydigan holatni aytishingiz mumkin. Albatta sizni erkakka bo'lgan qarashingiz, nazaringiz, holatingiz o'zgargandan keyin siz ayollik aynan Alloh fitratiga solib yaratgan ayollikka qaytganingizdan keyin juda ham kuchli hayotingizda va mana shu turmush o'rtog'ingizda o'zgarishini ham isbotlab beradigan ilmlarni ham beraman birinchi kun. Ikkinchi kuni esa sizga juda ham kuchli serobgarlik va katta pullarga ochilish ilmini tushuntiraman. Bunda qanday qilib $1000 dan $5000 chiqish mumkinlik sekretlarini ham berib o'taman. Uchinchi kun esa sizga travmalar haqida gaplashamiz. Sababi bizni bolalikdagi 7 yoshgacha bo'lgan ongosti travmalarimiz butun hayotimizni belgilab berishi va mana shu holatni qanday qilib onalarimiz ham chiqa olmagan, bularimiz ham chiqa olmaydigan vaziyatni qanday qilib biz ong to'siqlarimiz, travmalarimiz hal qilish orqali chiqish mumkinligini inshaalloh anglatishga sizga juda yordam beraman. 3 kunlik mana shu bepul darsliklarda siz hayotingizni misli ko'rinmas darajaga o'zgartira olasiz va hattoki juda ham ko'p o'quvchilarim kabi minnatdor bo'lib xursand bo'lasiz. Mana shu darsga kirganingiz, mana shu sababni qilganingiz uchun o'zingizdan ham hali inshaalloh minnatdor bo'lasiz. Sizga nima deyman? Omad 3 kunlik darsda ko'rishguncha juda ham kuchli sizga ilmlarimni yangicha, ya'ni oxirgi o'qishimdan olib kelgan yangicha ilmlarni beraman. Men sizlarni kutaman.